Barchaga assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar va biz muntazam kuzatib kelayotgan aziz obunachilarimiz. 11-may o'rtoqlik hafta kuniga yakshanba Namangan mashina bozorida o'rtoqlar sizlar uchun shu arzon Jiguli so'ragan akalarimizning diqqatiga hozir bir chekkadan shu Halpop shu arzon narxdagi Jigulilarimizni ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz o'rtoqlar. Mana Jigulilarimiz ham har xillari chiqqan, imkon qadar chiroyli qilib e'tiborli taqdim etib borishga harakat qilamiz. Video yoqsa bittadan like bosib do'stlar, kanalga mehmonlar obuna qo'shishni unutmaysiz degan umiddamiz. O'rtoqlar sizlarda ham mabodo shunga o'xshash sotiladigan texnikalar bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Onlayn reklama qilib beramiz. Bozorga kelib issiqda kunida ikki bozor, uch bozor sarson bo'lib yurmaysiz do'stlar. Bizda sotish ko'rsatuvchi anchagina yuqori. Juda ham ko'p obunachilarimizga onlayn reklama qilib, sotib ishlarni bitirib beryapmiz o'rtoqlar. Telegram kanal ham ochganmiz. Unga ham o'tib obuna qilinglar. Mana ekran pastda Oybek pastda hafta e'lon qilsanglar chiqadi. Unga ham o'tib obuna qilsanglar, bozorga chiqmagan mashinalarimiz va bozorda qaytgan avtomobilimizni darvozani tagida chiroyli qilib video qilib Telegram kanalimizga ham joylab boryapmiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Papisilar. Charchama. Yozamsizlar? Yo'qlar. Yozishyapti. Nima ko'rinmaysiz? Yurim, ko'rinibdi-mi? Ha, yo'q. Mana o'qadan mashinalar oldim, dokumentlarni yarim soat bo'lmay qilib bitdilar. Bozor bo'yicha eng ozdan sotadigan shular mana $650 emas. Aha. Toshkanni o'sha blogerlarni mashina purishlarini sindirish uchun 625 emas. Aha. $600 bo'lsa sotiladi. Sotdi mashina lavz qoldi. Sotdilar 6 ta qog'ozga. $600 ga. 6 ta qog'ozga. Серьезно? Ha? Dokumentdan muammo yo'qmi? Notarsi pul beradi-ku. Notarius. Ha. Bo'ldi. Agar ko'rib bo'lsa va meni mashinam dokument yaxshi deydi. Aha, bo'ldi. Qani o'rtoqlar bitta ko'raylik. Yili qani texnik pasportini ko'raylikchi. 85-yilda 85-yil o'rtoqlar mana. Gapalarigacha, gazlarigacha ruxsatlari bor ekan. Nergasiniki bu? Narga bu 2007. Ha, 07niki, ha? 07niki. Bo'ldi. Qani hozir bir chekkadan ko'rsatib o'tib boraveramiz do'stlar. Men ko'ringlarchi. Mana shuni ko'rsatdim, birinchi o'chirdim. Yurish turish. Mana bu emas mana. Ha, mana oblisibga ham temir. Ha, men tosh bilan solasizmi debmanmi? Tosh ko'tarib. O'rtoqlar, men ko'ringlarchi, mashinamiz. Yes. Xo'p, o'rtoqlar mana ko'ringlarchi, 011 motor ekan. Korobka bo'lsalar yaxshimi aka? Chiqib ketadigan odatlari yo'q-a? Xo'p, o'rtoqlar. Benzinga ham yuradi. Bitta balonni almashtirib olamiz ekan xolasa. Ha, bo'ldi. O'rtoqlar mana salon holatlarini ham ko'rishingiz mumkin. Gaz qanaqa? Temirmi? O'rtoqlar gaz temir deyapti. Ko'ringlarchi. O'rtoqlar metani, o'rtoqlar temir gazlarigacha bor. Xo'p, mana pollari. $600 ga bo'lsa berib yuboraman deyapti o'rtoqlar mana. Qiziqqanlarga shu arzon Jiguli so'ragan obunachilarimizga. Xo'p, general ham bo'ladimi? Bu dokument bo'ladi. Hujjatda muammo yo'q, ha, ko'rdinglar o'rtoqlar, general deganlar general, afarmini deganlar afarmini. Bu muammosi bo'ladi. Xo'p, bo'ldi. Oxiri bo'ladigan taqalgani 600 ga. $600 ga bo'lsa berib yuboramiz deyapti do'stlar. Mana ma'qul kelsa aloqaga chiqinglar. Xo'p. Bunisi-chi? Bu 2007. Kraskasi qanday buni? Kraskasi 40% bor. 40%cha strashniy udar kaltaklari yo'q, ha? O'rtoqlar mana ko'ringlarchi. Buni ham mana. Injektor motorda o'rtoqlar. 2007. 07 shqozlariga buni ham bir qator ko'rsatib tanishtirib o'tib ketamiz. Mana salon, chexol bo'lik, hamma yoqlari joyida. Xo'sh. Gaz qanaqa buni? Temirmi? Ochingchi bitta ko'rsatib qo'yingchi. Orqasini ochib ko'raylikchi. Xo'p, balonlari ham o'rta holatda ekan o'rtoqlar. Eski ham emas, yangi ham emas, o'rta holatda. Kraskasi shu 40% ishlayapti. Hozir bilamiz. Gaz nechtalik? 80 talik ekan, ha? 80 talik o'rtoqlar mana temir gazlarimizgacha bor. Aka nech pul dedik buni? Bo'ladi o'g'il narxi befoyda. Ha, shu magazin narxida aytavering. Oxiri. Bo'lar, ha? O'rtoqlar, bo'laydigani 2,5 ming naqd sanaganga bo'lsa berib yuboraman deyapti. Buni ham hujjatlardan muammo kamchilik, generalniy oforminglar bo'ladi aka. Ha, bo'ladi. Generalniy oforminglar muammosi yo'q, bo'ladi do'stlar, bexijolat mana. Xohlagan ustangizni olib kelib, minib, ko'rib, tekshirib olaverasiz o'rtoqlar mana. Qiziqqanlar bo'lsa, xo'p, telefon raqami nechi edi aka?
90lik. 554 554 90. 290 raqamiga do'stlar. Bexijolat aloqaga chiqurasizlar. Bu 07 ham, mana bu Jigulimiz ham shu bitta akamizniki. Doim bo'ladi sizlar Jigulilar. Oyda bor 5 millionliklari bor. 6 millionliklari bor oyda. So'mga. Ha, so'mga. Qimmati 16 desa 16 lar bor qimmati bor. Har xili bor. Har xili bor. Xo'p, yuradimi 5 million 6 millionlik? Mana bir yerda man nechta telefon qilib bashnaqa deb telefon qilibdi. Oz-ozdan qilib berdi, meni yurib tushuncha oldi. Oybek kanalidan ko'rib chiqdim degan. Kanaldan men deb telefon qildim. Ana, o'rtoqlar, akaga aloqaga chiqaverasizlar. Yana uyda bor deyapti, bexijolat aloqaga chiqaverasiz yoki bo'lmasa mana buni 600 dollarga bo'lsa berib yuboraman deyishgan. Temir gazlari bilan ekan o'rtoqlar mana. 20 mingga. Xo'p, yaxshi aka, bozoringiz bersa dolasa aloqaga chiqishadi. Obunachilarga yengilroq qilib beramizmi? O'yli qilib beramiz. Qilib beramiz, ha? Xo'p, bunisi kimdan ekan mana? 01. Sotamizmi aka? Necha yil buni? 80. O'rtoqlar mana buni ham bitta ko'ringlar-chi. Xo'sh. Hozir aka, mashina o'li o'taman hozir. 80-yil o'rtoqlar mana. Aka, qanaqa buni yurishtirishlari yaxshimi? Aybi kamchiligi yo'q-a? Motor, korobka, mos yaxshimi? Akkumulyator yangi bosib qo'yibsiz. Xo'p, hadoylari qanday? Hadoylari ham yaxshimi? Xo'p, salonlari, chexol, polik yaxshimi? Zo'r. Xo'p, gaz qanaqa aka? 95 talik. Temirmi? To'la, gazi. Hey. Bir emas, ikkita ekan, 95 talik deyapti, jami. Metan gazlarimiz bor, shumkalar bo'lgan ekan o'rtoqlar mana. Zapaskalarimiz bor. Xo'p. Yaxshi. Aka, nech pul bu? 1,5 ming kami bor. Nech pul beramiz? Endi kelsa tushib beramiz. Bozor bo'ldimi? Nech pulga kirdi aka? Qancha? 700, 800 ming? Mingga? Aka, mingga naqqa bo'lsa bitmaydimi? Bo'laydigani 1 ming 200 chi? Bo'ladigan 1300 ha? Oxiri taqilgan. Xo'p, narsa sevdigan bormi? Faqat naqqa? Xo'p, generalni farmina bo'ladimi? Bo'ladi. Muammosi yo'q ha? Telefon raqamingiz? 97lik. 591 44 00. Ha, bo'ldi. Do'stlar, shu nomerlarga do'stlar bexijolat mana aloqaga chiqaverasizlar, ma'qul kelsa. Ustangiz bilan kelib ko'rib, meni tekshirib olaverasizlar. Qaysi biri? Ha? 5 milyon. 5 milyon? Seriozmi? 400 dolar. Keling-chi, buni ma'lumotini bering-chi. 73-yil. Yangi texpasport debar hammasi. Qanday texpasportini ko'rsating-chi? Yerda yangi. Ko'raylik, yaxshi texpasportini bitta ko'rsating-chi. Texpasportni berib 5 millionga beramizmi oxiri? O'rtoqlar mana ko'ringlar-chi. Qani texpasportini bitta ko'raylik o'rtoqlar. Mana texpasport. Xo'p. 1973-yil, yengil sedan. GPga gazlarga ruxsati bor. Ha? General chiqaradi. 400 dollarmi? Voy, bo'lar 400 mi? Telefon raqam, telefon. Numarini atasan. 90lik 515. 555. Ha, 555 81 83. 81 83. Gaz temirmi? Temir 65 dolar. O'rtoqlar. Gazi temir deyishyapti. O'rtoqlar mana. Ko'ringlar-chi. Ochsak, o'zi ochiq ekan. Ha, ikkita zapaska. Temirmi bu? Toshni? Ha, temir. Temir. Ikkitami zapaska ham? Ikkita zapaska. Qarang. Qoyil. Ana o'rtoqlar. 400 dollarga. Ma'qul kelsa aloqaga chiqasizlar. Mana salonlari. Xo'p. Yaxshi. Ma'qul kelsa do'stlar aloqaga chiqasizlar. Albatta kelib, ko'rib, minib, tekshirib, yo'qsa o'rtoqlar mana keyin baraka qilib olaverasizlar. 400 dollarga. Xo'p, ketdik. Men tomonga o'taylikchi. Qaysi biri aka? 90 mana 90-yil. Mana buni? Ha. 90-yilda ishlab chiqarilgan. Ha? Ha, 90 ishlab chiqargan. Dokumentlar yangi, texpasportlar, to'rtta bolalar yangi. Yangi. Aybi kamchiligi yo'q. Yo'q. Mini, faqat mini. Gazi temir-a? Temir.
Gazi temir deyishyapti o'rtoqlarni ko'ringlarchi. Xo'p. Yili 90 mi? 0.1 motor o'rtoqlar mana gaz o'rnagan. Endi udar kaltaklar. Udar kaltak strashni bo'lmaganmi? Yo'q. Xo'p. Salonni bitta varak ko'raylikchi o'rtoqlar, salon holatlari. Chexol po'yliklarimiz yaxshi. Gazi temir dedik-a. Tochib ko'rsatib qo'y. Gazi temir. Alo. Mana. Taglari shuncha bo'lgan. Gazimiz. Xo'p. Nech pul? Puli. 1,5 ming bo'ladi bu. 1,5 ming dollar. Oxiri. 1800 dan 1,5 mingga berib yuboramiz. Bunaqami yo'q. Yo'q, 1,5 mingga berib yuboramiz. Oybekuzdan chiqdim deganlarga. Yo'qmi o'tib beradi? Yo'q, o'sha 1800 deganda mal 1,5 bo'ladi ekan. Bo'lmasa 1800. Ha bir 150 o'tib bera olmaysizmi? Ha? 150. Yo. 100 dollar, bir 50 dollar o'tib bera olmaysizmi? Yo'q, sen nima qilasiz? 1,5 ga bo'lsa to'g'ri. Ha, sizga uchun. Bo'ldi. O'rtoqlar shu barakasi ham shu o'tib ham beraman deyapti, shu ichida ekan-a. 1,5 ming narx sanagan, magazin narxda bo'lsa berib yuboraman deyapti. 90-yil kelasizlar, minib ko'rib. Generalniy bo'ladi? Ha, generalniy oformili Hammasi bo'ladi. 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 Telefon raqamingiz? 94 94 452 452 8959. 8959. Oybekuz kanalidan ko'rib chiqdim deganlar. O'rtoqlar 1,5 ming naqqa bo'lsa berib yuboramiz. Bozorda 2000 1800 deb naq turishgan ekan. Oxiri o'sha 1,5 aka. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin, xudo xolasa telefon qilishadi. Xo'p. Rahmat. Xo'sh, ketdik. Biz navbatdagi Jigulilarimizga o'tib boramiz. Hozir o'taman aka, mana shunday bo'li. Sotiladimi akalar? Sotiladimi bu? Sotmaymizmi? Xo'p, sotmas ekanmiz. Xo'p, mayli. Qani? Mashalarga o'taylik, akalar chaqirishyapti, tinmasdan tomondan. To'la Jigulilar mana hozir kelamiz degan. Nur birlar, zo'rlari bor ekan. Oybekuz kanali aka. Ha. Necha yil aka buni? 85 nomer ana 85? Xo'p, qanaqa aka yurish turishlari? Ayb kamchiligi yo'q. Hadoylarchi? Ko'ringlarchi o'rtoqlar, salon holatlari mana. 85. Akkumulyator yangi qo'yibsiz-ku. Akkumulyator yangi, gazlari bor, motor. Xo'p. Nechi? 0.1 motor a? 0.1. Xo'p, korobka moslarda hep kamchiligi yo'q. Radnoy mashina. Radnoy mashina. Stokadan ham Qani? To'la mana. Ko'ringlarchi. Yo'g'i. Mana. Xo'p, nech pul deyapsiz aka? Gaz temiri? Ha, temir. Nechtalik? 65 ta. 65 talik temir gazlarigacha bor. Nech pul? Kelmaydi. Yo'q. 2000 o'tib beramiz. Bozor nech pul qildi aka? 1800. Bermadingizmi 1800? Naqqa. Ha, naqd qildi. 1800. 2600 o'tib beradi. Radnoy mashina, protsessi yo'q. Variant yo'q-a? Yo'q, variant yo'q. Faqat naqdga. Bo'ldi. Telefon raqamingiz? 94lik. 94lik 890 890 1001 a. Shuna bo'laga do'stlar, mana ma'qul kelsa aloqaga chiqaverasizlar. Aka bozoringiz bersin, dolasida telefon qilishadi. Xo'p. Xo'sh, o'rtoqlar ketdik. Mana tomonda Jigulilarimiz serap ekan. Mana qaranglar, Nurbillar mana terib qo'yishibdi. 4 ta bor ekan bir emas. Kim ekan keladi? Mana shuni bilaylikchi. Voy, sotiladimi bular? Sizlardami? Nechtasi? Ikkitasi? Qaysi biri? Mana ikkivimi? Xo'p, nechi buni yillari? 81. Xo'p, o'rtoqlar, mana ko'ringlarchi, 81-yilda ishlab chiqarilgan. Qanaqa buni yurish turish holatlari yaxshimi? Qani? Mana o'rtoqlar, motor, korobka, mos, hamma yoqi chiroyli qarab olib chiqishibdi. Xo'p, motor, korobka, mos kamchiliklari yo'qmi? Yurish turishlari, hadoylari qanaqa? Gazga ruxsati bormi?
bor a. Mana bunisini ham ko'ringlarchi. Chexol, salon. Xo'p, gaz temirmi? Shunga ham bo'lgan ekan shekilli. Ochingchi buni orqasini. Kalitdan orqasi. Ochib ber. Nech pul deyapsiz? 1,5 ming. 1,5 ming kam bormi? Qo'lni shumkami bu? Ha? O'rtoqlar, mana temir gaz pollari, zapaskalarimiz bor ekan, ha. Xo'p. Bozor nech pul qildi? Bermaganingiz. Mingga bo'ladimi? Naqqa. Bitta sanashgan. Bitmaydimi? 1,5 ming chekan bor. Variant to'g'ri? Faqat naqd. 1,5 dan ozgina kam bor olasizmi? Ko'p emasmi? Qarang, 1100, 1200 ga ham bitmaydimi? Sotamizmi? Qancha axir? 1200 ga ham bitmasa bu. 1300 mi mo'ljal? Ha, ana shuni ayting. O'rtoqlar, mo'ljal shu 1300 dollar naqdsiz bo'lsa beramiz ekan-da. Xo'p, hujjatdan muammo yo'q-a? Yangi texpasportmi? Generalniy oformleniya bo'ladimi? Bo'ladi. Telefon raqam? 94lik. 154 0771 ha? 0771 73 ha 73. Xo'p, bunisi ham sizlardan. Bu ham bizdan. Nechtalik gaz buni? 65 talik. 65 talik. Mana o'rtoqlar, pollari polni shumka ekan shekilli. Ha, boni shumka. Knopkadami? Obagacham. Balon o'rtoqlar, mana ko'ringlarchi. Salonni mana bir qator ko'rsatib qo'yamiz o'rtoqlar. Mana. Salon holatlari. Xo'sh. Mana. Motor 03 motor ekan-a. Korobka, muz, rasxodlar yo'qmi? Yo'q, yo'q. Korobka mos, transport yo'q. Xo'p. Motor raqamsiz qildirib qo'yilgan, bu yemaydi. Raqamsiz qo'yilgan-a? Xo'p. Nech pul? Buni pulida 20 million deb yo'q. Kam bor? Beramiz, ha. Qancha atrofda bitadi naqqa? Naqdga o'sha 16-17 atrofida. 15 millionga bitmaydimi? Naqqa bo'lsa, bir o'ylab ko'ring. Bitib ham qoladi. Telefon qilishaversin-a. Variant barter yo'q, faqat naqqa. Ha, faqat naqd. O'rtoqlar faqat naqd puli borlarga chiqsa, shu 15 million atrofida kelishtirib beramiz deyapti. Hujjatlari muammo kamchiligi yo'q. Generalniy oformleniya bo'ladi. Yangi texpasport. Gazga ruxsatlari bor. Bor. Bo'ldi. Telefon raqam? 93 kodi bilan 006 006 76 64. 76 64. Ha, shu nomerlarga do'stlar mana bexijolat mana aloqaga chiqaverasiz. Mana oldin ham ko'rsatib qo'y. Mana. Xo'p, yaxshi. Balonlari ham o'rta holatda ekan-a. Xo'p, yaxshi aka, bozorish bersin, davlat telefon qilsa-da. O'g'laganlarga do'stlar mana oqqa yoki bo'lmasa bunisi tanlab olaverasizlar. Xo'p, yaxshi. Qani men ulardan ko'ring. Aka, sotamizmi buni ham? Sotamizmi? Necha yili? 87. O'rtoqlar, ko'ringlar, 87 deyapti. Xo'sh, qanaqa aka buni? Motor, korobka, muz, yurish-turishlar, rasxodlar yo'qmi? Minishga tayyormi? Hujjatlari joyida, yangi texpasport. Gazga ruxsatlari bormi? Bor. Xo'p. Balon o'rta holatda yaxshigina. Gaz temirmi-ki? Nechtalik? 80 talik temir gazlarigacha bor. Xo'p. Mana shumka ham bo'lganmi? Bo'ldi shumka, ha? Shumkalargacha qilib qo'yilgan o'rtoqlar. Zadni kameramiz ham bor ekan. Mana gazimiz. O kolonkalarimiz. Benzinga beryapmi aka? Benzinga ham beryapmi? Benzin gazga beryapti. Ha, baklari butun ekan, ha? Benzinga. Xo'p. Xo'p. Biringizni ko'rsamizmi, ikkingizni ko'rsamizmi, aytganimni qilingiz. Bo'ldi aka. Qariskilar bo'ladi deb qilgan. Bo'ldi. Aka nech pul? 20 million. Kam bor. Bozor nech pul qildi aka buni? Endi bermaganingiz nech pul bo'ldi? Ha? 15 millionga bermadingiz, naqqa. Qo'shganga beramiz. Mo'ljalga yaqinmi aka?
mo'ljalga yaqin o'rtoqlar 15 millionga berilmayapti. Oz-moz tepasiga yurganga beramiz. Faqat naqdga. Ha, generalniy oformlenish bo'ladi. Bo'ldi. Telefon raqam 93 kodi bilan 709 90 9770 ha, shu nomerlarga do'stlar bexijillik mana Oybek kanalidan ko'rib chiqdim deganlarga aka bozorda yangiroq qilib beramizmi? Qilib beramiz ha. Xo'p, aka bozorga bersin, dolasi aloqaga chiqishadi. Xo'p, o'rtoqlar ketdik. Biz navbatdagi Jigulilarimizga o'tib boraveramiz. Xo'sh. Hech ko'rmadik o'rtoqlar. Akalar sotiladimi ham? Ko'rsak bo'laveradimi? Necha yili? 86. Xo'p. Qanaqa aka yurish-turishlari? Minishga tayyormi? Kamchiliklari yo'qmi? Minishga tayyor aka. Gazni quyib minsa bo'ldimi? Xo'p, o'rtoqlar mana ko'ringlarchi, mashinamiz. Mana ranglarini qaranglar, ranglari ham juda ajoyib. Xo'p. Qanaqa aka motorlari? 06 motor. Xo'p. Xo'p, rasxodlari yo'q ha. Benzinga yuryapti. Benzin gazga yuryapti. Xo'p. Mana balonlar ham o'rtoqlar ashti yangi ekan ha. Mana salonlarni ko'ringlar. Salonlar ham o'rtoqlar Lelolinchi yo'q. Hamma yoqlari joy-joyda. Mana. Aka gazi qanaqa buni? Temir ha? Nechtalik? 75 talik o'rtoqlar mana temir gazlarimizgacha bor. Xo'p, pollari. Xo'p, yaxshi. Nech pul deyapsiz aka? 25 deyapmiz. 25 million. Kam bor? Bozor nech pul qildi aka? 23 million. Naqqa. Bermadinglarmi? Qo'shamizmi? O'sha bermaganingizga bering, obunachilar, duo qilmaysiz aka. Beramizmi? O'rtoqlar mana 23 million naq baho bo'lib berishmayapti bozorda. Oybek kanalidan ko'rib chiqdim deganlarga naqqa bo'lsa berib olamiz deyapti. Hujjatlarda ammo kamchiligi yo'q aka. Generalniy oformlenish bo'ladi. Bo'ldi. Telefon raqam 91 kodi bilan 258 258 25 14 ha. Shu nomerlarga do'stlar bexijillik mana Oybek kanalidan ko'rib chiqdim deganlarga 23 million naqqa bo'lsa berib olamiz aka. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin, davlat aloqaga chiqishadi. Xo'p, ketdik. Xo'sh, o'rtoqlar, bozor ko'ryapsizlar, savdo yo'q deyar. Bu akalar sotamizmi buni? Yo'q, sotmaymiz. Sotamizmi? Necha yili? 81. Xo'p, qanaqa bunda? Yurish-turishlari, motor? Hop. Kamchiligi yo'q. Kamchiligi yo'qmi? Oladi, minadimi? Oladi, meni. Kraskasi nechi foiz? Gracias. Fon nasibit bo'lgan. Qo'l nafsiz bo'lgan. Xo'p. Xo'sh, motorda rasxod yo'qmi? Yo'q, rasxoti yo'q, xudo xolasa. Xo'p, karburator ha bu. Karburator 05 motor. 05 motor. 05 07 qilingan mashina. 05 da 07 qilingan. Balonlar jicha eskirib qolibdi, lekin hozir chiqishga bo'laveradi ha. Xo'p, o'rtalar salonni ko'radigan bo'lsak, tablolar ham ha. Boshqacha-yu. Mana o'rtalar salon holatlarini ham ko'rishingiz mumkin. Magnitofon, kolonka bor ha. Original. Xo'p, gumbillaydimi? Xo'p. Gazi temir 70 talikmi bu? 80 talik o'rtoqlar. Temir gazlarimizgacha bor. Benzini ham yuradimi? Gaz benzin yuradi. Kasasi bor. Boshqasi bor, olib qo'ygan bolaga. Ha, butun baki. Ha? Bo'ldi. Nech pul? 20 milliondan. Kam bor. Bozor nech pul qildi? Realni. Hali baho bo'lmadi. Nech pul qilib beramiz? 78 million. 15 ga bitmaydimi? 15 million. Naqqa. Bir o'ylab ko'ring. 15 gacha. Naq. Shatir sanashadi. 17 ga. Keladi. Minib, ko'rib, yo'qsa o'sha 15 million naq sanaydi, minib ketadi. General chiqadi? Ha, general. General bo'ladi. Telefon qilishaversinmi? 16 million bo'lsin. 16 million. Bo'ldi. Oxiri 16 million, ha. O'rtoqlar, bo'laydigani 16 million naq sanaganga bo'lsa berib olamiz deyapti. Hujjatlarda muammo kamchilik yo'q, generalniy oformlenish bo'ladi. Telefon nomer 93lik 120 21 44. 93lik 120 21 44. 21 44 raqamiga do'stlar bexijolat mana aloqaga chiqaverasizlar. Kelib, minib, ko'rib, tekshirib, yo'qsa mana tepasida turib baraka qilib borishinglar mumkin. Xo'p, yaxshi akalar, bozorlaringiz bersin, telefon qilishadi.
Xo'sh, o'rtoqlar mana bozor ko'rib turibsizlar, bozor suz. Sotamizmi aka buni ham? Yo'qmi? Xo'p, shunaqa o'rtoqlar mana Jiguli bozori qaranglar, suz. Quvlab qopti bozor ham. Oho, kun ham yomon istedi lekin o'rtoqlar, hozir bundan oldin labolarni video sumkasini qildik. Endi hozir Damas bozoriga ham kiramiz o'rtoqlar. Shu bozor ham yakunlanib qoldi. Shuncha o'rtoqlar juda ko'pchilik qaytyapti. Xo'sh. Endi arzon mashinalarni ham ko'rsatdik. Endi Damas bozoriga kirib, sizlar shu Damas so'ragan bilaslarimizga Damaslarimizni bir qator ko'rsatib o'tamiz o'rtoqlar.